Nazokat! Ko'zingni och! Bu bilan qotil qayerga, qanday pichoq urishni biladigan odam demoqchimisiz? Xuddi shunaqa. Yo birinchi marta odam o'ldirish emas. Akbar aka, Ha, guvoh topdim. Juda muhim guvoh. hovliqma. Kim u? Bobojon aka Boboyev. O'zi o'tib ketmoqchi edim. Lekin Dala hovlingizga bostirib borganlaridan keyin nima uchun aka-uka Ilyasovlar ustidan militsiyaga shikoyat qilmadinglar? Yashirishimiz kerak. Nima? Nima? Bu gapni ko'paytirmagin. Boshi yashiraman aka. Aka, Damirni xotinini men o'ldirmadim. Kalleni ishlat, Ramil. Qo'lda yozdingmi? Ha? O'ng qo'limda. Akbar aka boshqa nima deb yozaman? Faqat shularni militsiyaga aytdingmi? Boshqa hech narsa esingdan chiqmadimi? yo'q, hech narsa esimdan chiqmadi. Militsiyaga nima degan bo'lsam, hammasini aytdim.